Kesh Agrovit Farm parranda xususiy korxonasi 2023-yil may oyida tashkil qilingan. Faoliyatimiz parrandachilik va parrandachilikning tuxum yo'nalishi. Hozirgi kunda korxonamizda 5 nafar ishchi xodimlar mehnat qilmoqda va ushbu ishchi xodimlarga soliq hisobotlarida aks ettirilgan va o'z vaqtida ish haqlari to'lab berilmoqda. Shuningdek, bugungi kunda korxonamizda 20 ming bosh atrofida parranda boqilmoqda va kuniga 10 ming, 12 ming donaga yaqin tuxum mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Bu tuxum mahsulotlari ichki bozorda, ya'ni o'zimizning tumanimiz va tuman atrofidagi tumanlarga realizatsiyasi amalga oshirilmoqda. Prezidentimizning 153-sonli qarorlariga asosan 2026-yil 1-yanvardan boshlab qishloq xo'jaligi mahsulotlariga 0 stavkada imtiyoz taqdim etildi. Buni natijasida bizning xususiy korxonamiz o'sha mahsulotni ishlab chiqarish uchun sarflangan tovar moddiy boyliklarini uchun hisobga olingan qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarib oldik va bu soddalashtirilgan tartibda amalga oshirildi. Ariza ko'rib chiqildi va 3 kun ichida bizga qaytarib hisob raqamimizga tushirib berildi. So'nggi yillarda amalga oshirilgan soliq tizimidagi islohotlar natijasida soliq hisobotlarini avtomatlashtirildi. Har bir tadbirkorlik subyekti bo'yicha soliqchilar biriktirilib, soliq tizimi tekshirishdan xizmat ko'rsatish yo'nalishiga o'tkazildi va bizga biriktirilgan soliqchi bilan birgalikda ishlab, o'z vaqtida kamchiliklar bartaraf etamiz yoki soliq bilan bog'liq qandaydir tushunmovchiliklar yoki muammolar bo'ladigan bo'lsa, xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qilib, o'z vaqtida muammolarimiz yechiladi. Va qaytarib olinadigan qo'shilgan qiymat solig'i ishlab chiqarishni rivojlantirishga sarflanish natijasida mana oxirgi oylarda tuxum narxi tushdi va bu aholining xarid qobiliyatini, talabini oshirdi va bu ishlab chiqarish hajmiga oshishiga ham sabab bo'ladi.